O'zbekiston milliy akkreditatsiyasi nimasi bilan farq qiladi? Nimaga u narsa yaratadi? Savol. Bugungi kunda xususiy tibbiyot muassasalarimiz davlat muassasalari bilan bir xilda raqobat qilishga tayyormi? Tadbirkorning o'zi shu biznes rejasi bo'lishi kerak. Akkreditatsiya klinika uchun sifat, xavfsizlik, ish jarayonlarini standartlashtirish, Tizim raqamlashtirilyapti. Bungacha 100 ga yaqin videoroliklar tayyorladik. Aynan tibbiy faoliyat yo'nalishi bo'yicha Xususiy tibbiyot muassasalari uchun litsenziya olishda sanitariya va qurilish talablari tubdan qayta ko'rib chiqiladi. O'zbekiston milliy akkreditatsiyasi nimasi bilan farq qiladi? Nimaga u narsa yaratadi? Litsenziya bilan ishlab turuvdik. Endi akkreditatsiya bizga nimaga kerak degan savollar bo'lishi mumkin. Litsenziya bu tibbiy faoliyatni boshlash yili uchun minimal qo'yilgan talablar. Ya'ni bino inshootning mavjudligi, infrastrukturani yetarli sharoitini qilinganligi, tibbiy jihoz, uskuna hamda shifokorlarga qo'yilgan talablarning mavjudligi bu litsenziya talablari bilan belgilanadi. Rekonstruksiya qilib bu ba'zi savol. Bugungi kunda xususiy tibbiyot muassasalarimiz davlat muassasalari bilan bir xilda raqobat qilishga tayyormi? Tizim raqamlashtirilyapti, ya'ni hammasi elektron platformada ko'rib turiladi. 25-yil 1-yanvarda talab shartlari o'zgargan. Vazirlar Mahkamasining 80-qaroriga o'zgartirishlar kiritilgan. Shu o'zgartirishlar bo'yicha ko'p klinikalar bu talablarni bajara olmayapti. Tadbirkorning o'zi shu biznes rejasi bo'lishi kerak. akkreditatsiya bu klinika uchun sifat, klinika uchun xavfsizlik, klinika uchun bu ish jarayonlarini standartlashtirish, klinika uchun bemorlar hamda xodimlar xavfsizligini ta'minlash hamda boshqaruv jarayonida samaradorlikni belgilash degan. Dorlanyapsiz, gospitalizatsiya bo'ldingiz. U yerda dorilar yetarlicha o'sha ishlab chiqaruvchining talablari asosida saqlanadi. Akkreditatsiyada o'sha jarayonlar standartlashtirilgani tufayli samaradorlik oshadi. markaziy PIAP strategiyasida axborot ko'rsatadi. Xususiy tibbiyotni O'zbekistondagi salohiyatini ko'tarish, ularni qo'llab-quvvatlash ustuvor ahamiyat berganmiz. Shu kungacha 100 ga yaqin videoroliklar tayyorladik. Aynan tibbiy faoliyat yo'nalishi bo'yicha, shu sizlarni qiziqtirib kelayotgan savollar bo'yicha. Turkiyaga borib bu narsani o'rganib Bu muloqot oddiy emas. Sababiki bu yerda juda savol-javoblar o'rinli va kerakli bo'lgan savol-javoblar bo'ldi. Ular ham bizga bergan savollarga to'liq, aniq javob berib, bizni yana ruhlantirdi. Bundan keyin yaxshi ishlar qilishimizga yana bir o'zimga ishonch paydo bo'ldi.